Assalomu alaykum obunachilar. Siz Mobile Zero Play kanalidasiz. Bu yerda kunda Mobile haqida videolar chiqadi. Open Parklar ochamiz. Videoni boshlashdan like, obuna bosib qo'ying. Bizning kanalda hali 10 ta obunachi bo'ldik. 50 ta qilib olsak stream qilaman har kuni stream. Shunga kirasizlar. Har kuni stream qilamiz. Hozir bu 20 minutlik videomizda biz Mobile o'ynaymiz. Turli xil turnirlar, mashqlar yatamiz. Qilich va sataklar o'ynaymiz. Kimda Mobile bo'lsa ID'sini kommentariyaga tashlasin. Ularni o'ynaymiz. Kimda Griezmann bor? Videoni boshladik bo'lmasa like bilan obuna bo'ling. Hali bizning kanalda 10 ta obunachi bor. Mana bizning akkaunt Griezmann, Palmer ham bor. Palmerni qo'yamiz. Palmer. Wi-Fi ishlayapti. Qani unda biz atak o'ynaylik. Barselonaning emblemasini topishni o'rgataymi? Hozir buning uchun mana bu yerga kirasiz. Hozir belgilayman. Chizib. Mana bu yerga kirasiz. Kirdingizda keyin esa mana bu yerdan o'tirasiz. La Ligaga mana ko'rsatdim-ku, La Ligadan Barselona degan yerga o'tasiz. O'yinlarda agar Bavariyaning kerak bo'lsa Bundesligaga o'tasiz. Al-Nasrding anavi kanal bo'lsa Said klub qo'shilsa Said klub mana men qo'yganman Al-Nasrga. Qorda strelka bilan chizdim mana. Al-Hilal mana. Turli klublar bor. Shundan video boshida aytib ketdim. Shunaqa gaplar. Mana bu narsaga bo'ldi. Nimaligini topdim. Stadionning ishini ketib qo'ysa bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi. Endi futbol o'ynaylikmi? Satakmi? Bitta partiya satak o'ynaymiz. Bitta partiya futbol o'ynaymiz. Shunda video yakunlanadi. Keyin esa har kuni streamda open partiyalar hamma bilan ulanamiz. Bizning akkaunt 106lik. Kimda Kurtova bor? Uzoqni kommentga yozib keting. Menda Kurtova bor deb. Mana Pauk va Palmer. Unda Sesni bor. Voy, mana o'tib qo'ymasa bo'ldi. Hali boshladik. Biz atak o'ynaymiz. Mana pas Palmerdan. Palmer uni olmadi. Yana bitta zarba. 1-0 desa stop. 1-0. Ultraga qo'yish. Biznikida ultraga qo'yilmaydi. FPS salgana 60 FPS o'ynaydi. Grafika uncha yaxshi bo'lgan bilan
2026'da Mobile'ga ochiq dunyo rejimi kelar ekan. Bilmayman, EA Sports uni rasman tasdiqlamabdi. Ishonchli manbalar xabar beryapti. Bu voqea ro'y bersa nima bo'ladi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Keyinsa mana Salah bordi men ukamda. Ana shu Salah tushirgan Salah. Muhammad Salah. Men Cristiano Ronaldo olishim kerak. Uning uchun kishi jamoalar o'tishim kerak. Bu shu olti. Pas Insigne. Mana bir gol olsam bo'ldi. Grinchens o'tdim. Mana satdim. Mana grafikasi ko'rayotgan bo'lsa edi. Obunachilarimizning soni 10 ta bo'libdi shu videodan keyin. Endi bitta futbol o'ynaymiz. Keyin shu bilan videoni tamom qilamiz. Bizda hozir almazlar 405 nima bor. Pullikdan esa 17 million bor. Xetlat o'ynaymiz. Bu futbol. Bu katta video. Kanal esa Zero Play. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimizga tashlab boraman. Almazlar olishim kerak. Keyin esa open paklar ochamiz, xo'pmi? Streamga hali erta, endi go'ygacha 50 ta bo'lsak bo'ldi. Bitta video va ikkita video qo'yaman-da Mobile haqida. Hozir YouTube 31 film. Well, the weather really couldn't be any better here today. A very warm welcome to you on this fine day. My name's Guy Mowbray, and I'm joined by Sue Smith on the gantry, and hopefully we've got some goals and drama on the way. It's Chelsea, and they take on Real Madrid. Yeah, cheers, guys. Great to be here. I think it's important that both teams are focused from the off, though, and they start quickly. But I'd love to see some goals. Hopefully, I've not just cursed it. Marcel Desailly. Raphael Toloi. Chelsea have it back now. Moving forward, under no real pressure. Chance to go ahead. Oh, the keeper's pounced there to claim possession. Made their way into danger here. Genuine chance. Hozir shu yerda internet qotgandan keyin buchak zarbasini Uglovoy ekan. Uglovoy Pau Kubasi borda bizda himoya. Daniel James. Chelsea struggling to keep the ball. Real Madrid trying to get things moving. And that's where it ends. Germana Ancelotti bugun Manchesterdan o'yini bor oltida va zarba yo'llandi. 27-daqiqada Palmer zarba yo'lladi. Well, here we can see it again, and this is what he's capable of given the time and space. You've got to question the defending. Could they have got a tackle in earlier? Kunde. It's a wonderful solo effort, though. Gunde bor. Real Madrid with the restart. How do they react to this setback? Bu qochishlarga e'tibor bermanglar, chunki internet ishlamay qoldi. Hozir qaytamiz. Do'stlar, keyingi yarmini
keyingi haftadan keyin shaxsan o'zim chiqaraman. Ungacha xayr, sog' salomat bo'ling.